Do'stlar, bugun sizlarga Tiaga mahsulotlarimiz va bazaltoviy termopanel, ya'ni termotravertinlarimiz to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Domcha akalar, ya'ni davlat obyektlari bemalol buyurtma bersa bo'ladi. Shunaqa serpenkalar bilan qoplab, podveslari bilan chiroyli qilib, bazaltimiz razmeri 120 ga 5 santimetrlik termotravertinlarimizni yetkazib beramiz do'stlar. Bu bizda eng afzalli tarafi, mana e'tibor beringlar, qo'lda kesilmaydi. Buni maxsus bir xil razmerda o'zimizni zamonaviy uskunamiz kesadi. Bazalt. Bundan tashqari Tiagalarimizga o'zlaring e'tibor beringlar. Sifati a'lo darajada, qirralari ham va shu udar holatda. Mana yonboshlarini ham ko'rsatamiz. Hammasi birinchi qo'l. Hozirda Pena Dekor sotuv joyida turibmiz. Aynan seximizni ulgurchi sotuv joyi. Quruvchi akalarga qulaylik, buni prichleniyaga ham, naqd pulga ham, pul o'tkazish yo'liga ham, naqd pulga ham, plastikka ham bemalol zakaz qilib, buyurtma berib olsalaring bo'laveradi. Cheklanmagan miqdorda bagetlarimizni ham ulgurchi narxda yetkazib beramiz, inshaalloh chiroyli qilib beramiz. Endi bitta e'tibor beringlar. Komplekt holatda qay darajada turadi do'stlar? Biza termotravertinimiz qanaqa desam ekan, travertin toshi drobilkadan chiqarilib, oqsement bilan qayta quyilgan bo'ladi. Bu boshqa hech qanaqa ingredient qo'shilmaydi. Bizda o'zining tabiiy rangi. Do'stlar, bu ham birinchi qo'l, bu ham birinchi qo'l. Bundan tashqari travertin mahsulotlari, lak, jemchug ham bemalol buyurtma beraverasizlar. Ular ham bizda o'zimizda ishlab chiqariladi. Fasadning plitka disklarimi hammasi, ya'ni qurilishga daxldor narsa borki, termopanel, termotravertin, 2 metrli termopanel hammasi birinchi qo'ldan yetkazib beriladi. Eng qizig'i, mana taraqlarimizga ham ko'ringlar. Juda ham a'lo darajada. Eng qizig'i, cheklanmagan miqdorda har qanday to'lov usuli bilan, faqatgina nasiya bas. Nasiyadan tashqari любой to'lov turi, to'lov usuli bilan hisob-kitob qilsalaring ham bo'laveradi. Pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan.